Bu yerdan sal uzoqlashdimi? Ketdimi yo'roqqa? Kim tushunmayotgan bo'lsa men sizlarga tushuntiraman. Bu yerda hozir biz bitta kichkina dumaloq sharikcha bilan o'ynashdik. U menga ismini Vertiman dedi. Biz ishonmadik to'g'risi. U mittichaliga nima ham qila olar deb ishonmadik. Keyin u o'z-o'zidan bir g'alati maxluq aylanib qoldi. U o'zining ismini Verti deb tanishtirdi va bizni o'ldirishga harakat qilyapti. Uning kuchi shunchalik kuchliki, qanday tursam bo'ladi? Bizning kuchimiz shunchalik kuchli. Bedrock spawn qildik o'zimizga. Endi uning kuchi bizdan ham kuchli. Bedrockni bir urishda, bir zarbada yoyib tashlaydi. Senga Bedrock shunchalik kuchliki, bitta urib Bedrockni yo'qib tashlaydi u. Uning kuchi shunchalik darajada kuchli. Biz undan qochib qutula olmayapmiz. Men narslarimni bu do'stimga tashlab ketaman. Hamma narsamni iloji boricha saqla. Men bo'lsa Verti bilan olishaman. Agar esingda qolsin, bu yerga qaytib kelsam, men boshqatdan spawn bo'laman. Короче, bu Minecraft dunyosi. Unaqa ko'p gapirishga hojat yo'q. Короче, bu yerga blok qo'yib olasan. Mana men bloklar ham aytgancha avval. Yo'q, o'zimda bor, kerak emas. Xullas, men agar qochib kelsam, shuni yugurib seni orqangga o'tib ketaman. Sen bo'lsa iloji boricha tezroq blok qo'yasan. Men bo'lsa bir paqir chelagim bilan. Mana ana shu Verti. Nima? Bu Verti qachon bu yerga kelishga ulgurdi? Buni to'xtab tur. Qani? Mana. Shu yerdan seni suv bilan cho'ktirib. Mana u nimadir deyapti. Men hey dedim. You are you dedi. Qanaqa qo'shiq deyapti. Oh my god. Seni suv bilan cho'ktiraman. Bo'ldi, hazlashdim. Kelyapti. Come here dedi. Come here ham. Kiring. Menda Bedrock bor, Bedrock bilan yopaman. Yo'q. Come here. To'xta, come here. Orqamga o'ting. Stay, I will come here. Ya'ni короче. Hamma yo'qqa Bedrock qo'yib tashlayman, biz tashlaydi-yu, nima foydasi bor? Oh. Biz tashlagan bilan. Nazomi ati shunaqa qilib qurganman. Agar bu Venera men ati shunaqa qurganman. Agar shunaqa chalkash bo'ladigan bo'lsa, biz topolmaydi. Agar chalkash bo'lmasa, biz topolaydi u. Ashuni bilib men chalkash qurganman. Uni men 29 yildan beri o'rganaman, to'g'risi. Uni yoshini men Eshityapsizmi? Kimdirning joni ketayotganga o'xshaydi. Qirs qilgan ovozlarni ham eshityapman men, to'g'risi. Voy, menga Bedrock qo'yib qo'ydim. Nima qildingiz? Qochib turing, ichkariga kiring, ichkariga. Menda bir paqir suv va boshqa hech nimam yo'q. Bu Minecraft dunyosi, shuning uchun nimadir bo'lsa qaytib kela olaman. Lekin siz qaytib kela olmaysiz. Shuning uchun agar men mana maytdan ko'rinadigan bo'lsam, qarang, shu yerdan ko'rinsam, ichkariga shunaqa tez mashinada yugurib ketaman. Siz shuni blok qo'yasiz. Tushundingizmi? Men chiqmayman, chunki men chiqaman. Chunki orqaga o'tib olasiz, bo'lmasa menga blok qo'yish juda ham qiyin bo'ladi. Mana Verti. Bu yerda to'g'risini aytsam, Verti bitta emas. U o'zini klonlarni yaratgan. Keyin mana Bedrocklarni ko'ryapsizlarmi? Bu yerda uy qurdik. Mana bu bizning o'tish joyimiz. Bu Verti ham yomonga aylanibdi. Biroq boshida bu Verti yaxshi bo'ladi, keyin esa bu itga aylanib qoladi. Qochish kerak. Qochinglar, Verti kelyapti. Qoch! Yur! Oh my gosh. Ko'rdinglar Vertini o'tirib ol, g'irs qilib. Qochib turing, orqamga o'tib turing. Ko'rdinglar Vertini, Vertida. Ko'rdinglar o'zinglar. Vertini ko'rib qolsangiz yana qaytib kelasiz. Undan ko'ra jimgina uyda o'tiring. Qarang, agar men Vertini ko'rib qolib qaytib kelsam, bu yerda buzmang. Verti qarang, Verti mashinada uradi-yu. Agar mana bunaqa chalkash bo'lsa, u yerda buyukka sig'maydi, mayaqda uraveradi. Agar chalkash bo'lmasa, bu bunday kelib uraveradi. Tushunyapsizmi? Verti taktikasini. O'zim men yana bir qator maytdan bunday kavlab, ichkariga yana bir qator kirgizmoqchi edim. Lekin nima bu qanaqa damlamaydi? Qarang. Agar mana tepada men yo'q bo'lganim, agar o'ldi degan yozuv chiqadigan bo'lsa, shunchaki shu atrofingizni bekitib tashlang. Men uni o'zimiz yonimizga olib kelaman, tushundingizmi?
U yonimizga kelganda qoching, bu yerga chiqmang. Sizda kuchli narsalar bor. Ular yo'qolishini istayman. Shuncha narsalarimiz bir teng bo'lishini istayman. Iloji bo'lsa men bu yerda bekitib turib, keyin yutkazishga harakat qilaman. Verti. Men bu yoqdan yana joy ochib turaymikin? Orqamdan qo'lyapti Verti. Verti. Afsuski menda kirka yo'qda. Maytda sandiqdagi narsalarni olish kerak. Narsalarni olamiz. Yo'q, ol bunga. Ol buni. Buni aytma endi. Verti meni yonimda. Verti meni yonimda. Meni to'xtang. Meni tashlab ketmang. Bo'ldi. Men siz uchun sovg'am bor. Nima? Buni olib ko'rasizmi? Oh my god. Hamma narsani bo'lsin qaytarib olibman. Mayli. Bu videoda keyingi qismi xudo xolisa ertaga chiqadi.